Almata men sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Ham premium, ham arzon. Hozir shu yoqqa boramiz. Ketdik. Men bu kafeni Instagramda ko'rib qoldim. Meni e'tiborimni topgan joyi birinchisi kafening ko'rinishi, ikkinchisi taomlarning narxi bo'ldi. Kafe premiumdan narxlar juda arzon. Men 4 xil taom buyurtma qildim. Ham mazasini tekshiramiz, ham narxlar qanchalik arzonligini bilamiz. Baqlajonli salat keldi. Baqlajon salat mazasi yaxshi. Men maslahat berdim, pustini olib tashlab, yanada qotiribroq qovurishni. Salatga 10 dan 7. Somsa sug'oy. Tuzi o'tkirroq. 10 dan 5 somsaga. Shavra yog'iga o'ralgan jigar shashlik aytdim. Ko'rinishdan ozgina o'tkazib olingan pishirilchi. Sal o'tkazilgan bo'lsa ham sochinlik yo'qolmagan. O, rahmat. Besh barmoq. Alhamdulillah. Kuchli. Здравствуйте. Все, спасибо, rahmat. Bismillah. Xamirlari yaxshi, bo'kib ketmagan. Kafe kuchli. Kafe menga juda yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Manzilni esa opsionda yozib qoldiraman. Mata men shuncha narsa yedim. Artiga 9500. Bunday joyga o'tinarman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment ayamaymiz. Keyingi kafe yoki restoran qaysi bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar.